qayerda qolgan bu qishloq? Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men o'sha qishloqi. Do'stlar, bu Artidagi yaramas og'rib qolibdi. O'shaga meni qishloqqa chaqirdi. Ya qo'shnisi bor-ku, o'sha meni chaqirdi. Bu yoqqa kel, Arti kasal bo'lib qoldi deb. Men o'shaga kelyapman. La'nating. Ochilsangchi yerim. Yani yo'qolibdi shekilli, menimcha yangi uy bo'lsa kerak. Oyog'im, вообще oyog'im og'ridi-yu do'stlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz, chunki bu Artina kanali 50 ta bo'lishi kerak. O'sha uchun bosamiz. Davay, endi Artina uyini topish qoldi. Artina kitobi boshqa turishga urdi. Davay, men bu qishloqida so'rab ko'ray. Salom qishloqi. Qalaysan, yana kimsan sen? Artina uyini bilmaysanmi? To'shimsan, uyda bo'lmaysan, biz yangi ko'chib keldik. Xo'p. Qalaysan qishloqi? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Artina uyi qani? Mana o'tirgan. O'sha uymi? Ketdim. Yonidagi qo'shnisi qanakan? Xo'sh, sen Artina yonida turadigan qo'shnisanmi? Menman. Nima edi? Artina o'zi qani? Mana men damlama olib keldim. O sen aytgan boy men bo'laman. Tushunding? Okey. Tushundim. Arti lekin yo'q edi, shaharga ketgan edi Arti. U 2 kundan keyin keladi. Nima? 2 kun jinnimsindi. Men darhol 1 soatdan keyin ketishim kerak-ku. Anati. Nima qilsam bo'ladi? Yo, senga berib ketsam, yo'q. Bo'lmaydi do'stlar, buni Artina o'ziga berishim kerak shaxsan. Ozgina o'ylab oling do'stlar. Nimaga Arti ketib qoladi? La'nati. Arti pachoq. Sen ham shu paytda ket, xo'pmi? Kelvars. Boshqa payt ketsang bo'lmaydimi? La'nati. Meni ishim bor-ku, axir yarim soatdan keyin. Xo'p, xullas Artina uyda o'tirib turishga qaror qildim. Artina uyi. Sandiqda hech nima yo'q. G'alati. Mayli, meri bilan tanishib qaytganim bo'lsin. O'zi meri bormikan, hozir eshik ilikmasmi? Yo'q, ilikmas. Demak, uyda odam bor. Mer, uydamsiz? Ker, kimsan? Mer, men qishloqaman, yangi keldim. Men boyman. Artina do'stiman. Artina uyda Arti kelgancha yashab tursam bo'ladimi? Arti 2 kunga shaharga ketgan. Mayli, yashab tursang yashab tur. Xo'p. Agorotiga ham qarab turaman. Unda agorotini o'chib qolmi? Xo'p, mayli. To'xta. Menga Arti agorot ishlashni o'rgatgan. Arti o'zi zo'r bo'la. Unga darhol obuna bo'lib like bosamiz.
Chunki u 50 ta obunachi bo'lishi kerak. Kim uni Telegram kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsa, darhol obuna bo'lsin. Qochib turing. Turshi. Короче, nimaga Arti haliyam kelmadi. 2 kunga ketgan bola paqir qaytib keladi. Meni ham o'zimda qishlog'im bor, o'zimda kanalim bor do'stlar. Meni ham kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, qishloqi yubich. Bo'ldi. Gapirmayman boshqa. Ardi kelmaguncha. Yo'qol Artinaga oratidan yaramas. Gashirlar nemaydi bu? Sabzi. Nima bo'lgan bu qishloqlarga? Menaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Hammasi o'zi. Buni merga berish kerakmi? Buni merga berish kerakmi do'stlar? Izohlarga yozib qoldiringlar. Men bilmayman, lekin Artini bitta videosidan ko'rgandim. Merga berganda kim qilolgandi? Qanada davay beraylikchi biz ham. Men yana keldim. Kelaver. Men 50 ta sabzi, 56 ta kartoshka olib keldi. Menga qancha zamorat bo'ladi? Kimdan ko'ritidan oldik? Artining 30 ta izimurod bo'ladi. Unda olaman. Mana sandag'ingizga soldim. Sabzi, kartoshka 32 ta dedimi? Nechta dedingiz? 32 ta. Ana oldim. Mana. Xo'p, xayr. Plus izimurod ham oldim. Men pullarimni olib kelmadim o'zim bilan. Chunki men 1 soatdan keyin qaytib ketishim kerak edi. Agar Arti ertaga ham, undan ertangi ham kelmasa, u mendan ko'radi. U yomon bola emas, u so'zida turadi. Keladi menimcha. Qo'shnisiga aytgan-ku. Agar qishloqqa kelsa, unga aytinglar deb. Demak, do'shimga e'tibor bermanglar do'stlar. Ozgina kasal bo'lgan va shamollab. Xullas. Voy qishloqi, nima deysan yana sen? Короче, Arti qachon kelaman dedi, sen bilan boya gaplashdimi? Men bilan boya gaplashdi. Lekin u bugun ertaga kelaman degani yo'q. Uni og'rig'i juda ham kuchli ekan. O'shaning uchun u 1 haftadan so'ng keladi ekan. Demak, 1 haftadan keyin keladi-da. Yomon bo'libdi-da. Nayloj. Uyga qo'yib ketaveramiz. Pochoq Arti. To'xta, 2 ta izimurod olib ketaman. Yo'q kerak. Hozir mashinaga pul to'layman. Judayam yomon. Xullas, hayda. Chunki boya eshitdinglar. Endi avtobus kutib turaman. Ketdi undan ko'ra yerdan so'rab kelay. Bu yerga o'zi avtobus keladimi? Kelmasa piyoda tam bilaman. Mer, bu yerga avtobus keladimi? Yo'q, avtobus bugun avtobusni baloni teshilib qolibdi. O'sha uchun kelmaydi. What?
Ona ketdi. Judayam qiyin bo'ldi menga. Artini ko'rmasdan ketyapman. Arting o'zi ko'rishga kelsa aytar qishlog'i. Chunki ketyapman. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.